Voy. Asalim, siz kosmetologga birinchi marta kelishisizmi? Ha, birinchi marta kelishim. Sizga qanaqa protsedura qilamiz? Opa, ana yuzimga botoksmi, shmotoksmi qiladi-ku. Men buni ip cho'zadimi, lab qildiradimi? Shunaqa narsa qiling. 18 yoshli qizday bo'lib qolay, 20 qo'ytatdan sevsin. Bo'pti. Opa, buni qilgandan keyin yuzim chirimaydimi? Yo'q, asalim, yo'q. Opa, klyonka qilyapsizmi yuzimga? Ha, klyonka. Biz bunda qishda qilamiz derazaga. Nimaga makiyajim o'chiryapsiz? Yo'q, asalim, makiyajni o'chirmayapmiz. Bu chiskaniki. Voy, nima ukol qilyapsiz? Shamollaganim yo'q-ku. Yo'q, bu shamollashga emas, bu ajinlarni yo'qotishga. Opa, bu nima? To'kib yuboryapsizmi yuzimga? Yo'q, asalim, bu tok emas, bu yuzingizni chuqur tozalaydi. Opa, buni nasos bilan qilmaydimi lab tashirishni? Yo'q. Opa, buni qilgandan keyin yuzim yuvish kerak emas-a? Yo'q, asalim. Opa, men bu ukolingizdan qilsam men ozamanmi? Agar bu kishi shunaqa yeydigan bo'lsa, tochishni ozadi-da.